Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 5-yanvar kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.441 tiyin bo'lib 20.92 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.129.19 tiyin bo'lib 33.4 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 153.59 tiyin bo'lib 1.66 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 23.91 tiyin bo'lib 1 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 132.27 tiyin bo'lib 20 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultob.uz kanali.